Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun biz Frenkie de Jongning Barselonadagi holati haqida gaplashib o'tamiz va hozirgi holati nega salgina qiyinroqligi haqida gaplashib o'tamiz. Hozir Frenkie de Jong Barselonada eng ko'p maosh oladigan futbolchi. Frenkie de Jong nimaga? Chunki eslaringizda bo'lsa, Barselonada krizis bo'lgan edi 2020-yilda. O'sha koronavirusda pul problemalari, bankrotство, mana shunaqa narsalar bo'lgan payti Barselona Covid davrida Frenkie de Jongga nima degan? Mana shu payt sen kamroq pul olib tur, keyin qo'shib beramiz yangi shartnomalaringga. To есть o'sha mana 1 million olish kerak bo'lgan bo'lsa, hozircha 100 ming yevro olib turasan, keyin qolgan 900 ming yevroni seni shartnomangga bo'lib beramiz. O'shanda shartnomasi uzaytirdi Frenkie de Jong va shu shartnomasi bo'linib ketgan. Va mana shu 2020-yildan beri o'sha Bartomeu davrida beraman deb qo'ygan pullar hali ham Barselona to'lash kerak. Shuning uchun ham o'zi Frenkie de Jongning maoshi Barselonada eng ko'pi. Frenkie de Jong hamda Ter Stegen и Araujo ham. Mana shu uchalasi juda ham ko'p maosh oladi Barselonada. Va hammasi ham endi Frenkie, qaranglar do'stlar, Frenkieni nimaga men kritika qilishni boshladim mana shu mavsum? Chunki Frenkie kerak bo'lgan payti jarohat olib qoladi nimagadir. Mana eslaringizda bo'lsa, har doim Frenkie jarohat oladi. Har doim mana kerakli payti jarohat oladi. Imенно mana Bernal ham ketgan bo'ladi. Gavi, endi u Gavi 2 yillik jarohat yurdi. Frenkie Barselonani mana muhim o'yinlarda, Chempionlar Ligasi o'yinlarida nimagadir har doim jarohat olib qoladi. Va nima meni juda ham arazlatdi? Barselona insiderlari aytdi. Eslaringizda bo'lsa, Barselona Atleticoga qarshi o'ynadi javob o'yinida. Atletico yutdi-ku Camp Nou'da 2-0 ga, keyin Barselona comeback qilib Metropolitanoga bordi. O'sha o'yinda Frenkie jarohatdan qaytgan ekan. Va aytishlari bo'yicha Flick Frenkieni asosiy tarkibga qo'ymoqchi bo'lgan ekan. Jarohatdan qaytgan ekan, doktorlar bo'ldi o'ynaversin degan ekan. Lekin Frenkie aytishlari bo'yicha yo'q degan ekan, men chiqmayman asosiy tarkibga debdi. Lekin sog' omon. Prosta Flickning gapiga yo'q, men chiqmayman degan ekan. Men Frenkieni yoqtiraman. Zo'r futbolchi. Dahshat futbolchi. Lekin Frenkie o'zi oladigan maoshga to'g'risini aytaylik, teng o'ynamayapti. Frenkie bilan Pedrini yarim himoyada o'ynasa dahshat. Lekin Frenkie agar har doim shunaqa qilaversa, bu kerak emas bunaqa futbolchi bizga. Chunki Barselonani eng muhim o'yini edi o'sha Atleticoga qarshi Chempionlar Ligasida va Frenkie chiqmadi. Erik Garcia yoki Bernal mana shu ikkalasidan chiqdi. Lekin Frenkie ulardan zo'rroq futbolchi. Men aytmayman Frenkie ulardan yomon futbolchi deb. Lekin Frenkie chiqmadi. Kerak momentda prosta chiqmadi. Va yomon imенно mana shu Frenkie uje Barselonaga nimagadir o'zini yuragini berib o'ynamayotganligini bilganim qachon? Niderlandiya terma jamoasida Frenkie jarohati bilan o'ynadi. Barselonaga kerak moment, muhim moment Frenkie chiqmadi o'sha Atleticoga qarshi. Men chiqmayman asosiy tarkibda deb, sog'lig'imni o'ylayman. Lekin Niderlandiyaga yarim tizzasi jarohatlanib, bintlab, ukollar ostida o'ynadi Niderlandiyaga qarshi. Niderlandiya yutmasdi Abram jahon chempionatini. Buni hamma bilamiz. Lekin Frenkie o'sha Niderlandiyaga chiqdi. Va Frenkie Niderlandiyadan kelib jarohat bilan keldi. Bu degani hozir nima situatsiya, holat Frenkie bilan? Frenkie tizzasida problemasi bor, muammosi. Barselona aytmoqda unga. Jarohating seriozniy. Kel, operatsiya qilaylik, yaxshi bo'la olasan.
To'g'ri, 4-5 oyga ketasan, o'shanda ham Barselona uni poderish qilyapti. Niderlandiyaga borib, o'zi jarohat olib keldi lekin. Jarohatda bo'lib turib, o'sha Niderlandiya yutmasligini bilib turib chiqdi-da, jarohat oldi. Jarohatini nima deydi, ustiga tepib, battar jarohat oldi-da. O'z jarohati boshida seriozlik bo'lmagan ekan. Jarohat oldi. Endi aytish bo'yicha, yo'q, men operatsiya qilmayman, men 4-5 hafta konservativniy davolanaman. Konservativ nima degani? O'zi yaxshi bo'lib ketadi deb aytmoqchi-da. Mana 4-5 hafta sekin-sekin trenirovka qiladi, o'zi yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Eslaringizda bo'lsa, Barselona da yana bitta shunaqa futbolchi bor edi. Jahon chempionatiga borib kelib, karyerasi tugagan edi. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti Fransiyaga borganda jarohati bilan o'ynaganda, operatsiya qilmasdan, to'g'ri, jahon chempionati yutdi Umtiti, lekin undan keyin polностью tizzasi dabdalasi chiqdi. Men Frenki tizzasi yomon bo'lsin yo dabdalasi chiqadi demayman, lekin prosta g'alatida, to'g'risi. Do'stlar, yo kimdir ishondim, Ronald Koeman Niderlandiya terma jamoasi murabbiyi va Niderlandiya mana shu tarkibi bilan jahon chempionati yutishiga prosta qanaqadir nelogichniy ish qildi. To'g'ri, o'zing terma jamoangga o'ynashing kerak. Lekin nimaga sen terma jamoangda jarohati bo'lib ham o'ynayapsan, lekin Barselonaga kerak bo'lgan momenting yo'q, men o'ynamayman deyapsan. Barselonaga unaqa futbolchi kerak emas. Men to'g'risi Frenkini razочароваться qildim. To'g'ri, ruscha gapirdim hozir, endi o'zbekcha so'z kelmadi-da. Kosam to'ldi Frenkidan. O'sha nechinchi marta shunaqa qilishi. Va eng muhim o'yinlarda Frenki mana Luboy Barsa o'tkazgan gollarni ko'rsangizlar, Frenki orqaga qaytmagan bo'ladi yoki orqaga qaytgan bo'lsa ham umuman qaramay qoladi. Va Frenki o'zini Barselona o'yinlarida Luboy Barselona futbolchisi o'zini vujudini berib o'ynashi kerak. Pedri shunchalik vujudi berdi, o'sha energiyasi qolmagan bo'lsa ham yugurib beradi. 150 daqiqa bo'lsa, ukollarda bo'lsa ham. Men aytmayapman Frenki risk qilsin deb. Lekin agarda sen Niderlandiya terma jamoasiga risk qilmoqchimisan, bo'ldi, Barselonaga ham qil. Ikkita tomonga qilmadi. Niderlandiyaga bo'lmasa qilma, Barselonaga ham qilma. Bo'ldi, hech qanaqa savol yo'q. Lekin Niderlandiyaga qilib turib, yarim jarohat olib, hozir Frenki meni o'ylashim bo'yicha operatsiya qildiradi babram. Chunki tizzasidagi problemalar rostdan ham hazil emas, o'zidan o'zi davolanib ketadigan muammolar emas. Va operatsiyaga keladi va yanvarlargacha ketadi. Yana o'sha muammo. Yanvardan keyin keladi, fevral, mart o'ynaydi-da, eng muhim mana aprel oyi. Luboy mana shu Yevropa klubiga aprel, mart, may eng muhim oylar. Aprel вообще eng muhimi Barselona. Har doim Barselona aprelda chiqqan. Interga qarshi adashmasam mayni boshida, tushundingizlar-ku meni. Eng muhim pallada Frenki yana jarohat oladi. O'sha har doim bo'lgandan o'rganib ham qoldim men. Men Barsa fanatiman, Frenki yoqadi, lekin Frenki kerak bo'lgan momenti Barselonani nima deydi uni, pastga tortadi har doim. O'zini o'ylab. Barselonaga bunaqa futbolchi kerak emas. Balkim men o'to'g'ri gapirayotgandirman, balkim men emotsiyalarda gapirayotgandirman, lekin do'stlar, harbiy agarda Barsa fanati bo'lsangiz va Barsa anchadan beri ko'rayotgan bo'lsangiz, Frenkining shunaqa holatini ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Frenki kerak momenti orqaga qaytmaydi. Va himoyada o'tiradi, tayanch yarim himoyachisi Frenki. Va himoyada qarab o'tiradi va nimagadir ayrim moment prosta o'chib qoladi, qaramay qoladi. Ko'p mana shunaqa Frenki qilgandan keyin Barselona gol o'tkazdi. To'g'ri, men hozir hate olishim mumkin Barsa fanatlaridan hammadan, nima deyapsan, Frenki zo'r futbolchi-ku. Do'stlar, agar Frenki zo'r futbolchi bo'lsa, o'sha Atleticoga qarshi o'ynash kerak edi.
Chunki har bitta insider Xavi Miguel Barselona bo'yicha eng zo'r mana shu jarohatli mavzusini eng zo'r jurnalisti aytib chiqdi. Frenki 200% tayyor bo'lgan ekan, prosta chiqmagan ekan. Men o'zimni sog'lig'imni risk qilmayman. Men Niderlandiya terma jamoasiga kerakman. Hozir men risk qilgim kelmayapti. Risk qilsang, Barselonaga ham qil, Niderlandiyaga ham qil. Risk qilmasang, Niderlandiyaga ham qilma, Barselonaga ham qilma. Ikkita tomonga qilmadi uni. To'g'risida o'sha jonga tegib ketdi Frenkini shunaqalar. Endi bu meni o'ylashlarim do'stlar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar shu Frenkini holati haqida? Men Frenkini yana bitta shans berishga tayyorman. Lekin to'g'risi o'sha hayron qolmayman agar Frenki yana shunaqa holatda bo'lsa, boshqa narsasini tanlaydi. Mana Barselona yoki oilasi yoki mana qanaqadir jarohatim bor yoki bahona, har doim shu bahona topadi mana shu muhim momentda. Men hayron qolmayman o'sha. Mana Niderlandiya terma jamoasini o'yini bo'lsa, aytaylik, ana Millatlar Ligasida Niderlandiya terma jamoasi o'yini bor. Barselona 3 kun oldin Atleticoga qarshi o'ynamoqda chorak finalda. Frenki jarohatdan qaytgan. 100% tayyorlik. Frenki o'sha Barselona bilan Atleticoga qarshi o'yinda chiqmaydi. Men o'zim risk qilmayman deb Millatlar Ligasi o'yiniga boradi. Qanaqadir Niderlandiya masalan Gibraltar. Niderlandiya Gibraltar o'yiniga chiqadi, ukol bilan chiqadi, jarohati bo'lsa ham chiqadi-da, bo'ldi deydi. Keyin keladi Barselonaga, yana jarohat oldim, endi 3-4 oy yana ketdim deydi. Lekin maosh olaveradi. Barselonani eng ko'p maosh oladigan futbolchisi. Bu meni o'ylashlarim do'stlar. Sizlar nima o'ylaysizlar Frenki holatida? Frenkiga yana shans berish kerakmi yo o'zi nima bo'lish kerak? Lekin to'g'risi do'stlar, men o'sha Frenkiga ishonmayman. Menga Bernal bilan Pedri chiqsa yoki Gavi bilan Pedri chiqsa yaxshiroq, to'g'risi. Komment yozib qoldiringlar, like va kanalimga obuna bo'ling. Viska Barsa, Viska Kataloniya. Adios.